Gap qilishni biladigan odam tövbendeki 4 nuqtaga alohida diqqat qilishi kerak. Bunun birincisi so'zni qilib bo'lib kayniga lekin degan so'zni ishlatmasligingiz lozim. Bo'lib bu boshqalarni maqtayotgan vaqtingizda toza maqtab oxiriga kelgan chaqda lekin desangiz qarshi tarafni tushirayotgan bo'lasiz. Buning o'rniga billa degan so'zni ko'proq ishlating. İkinci nuqta bo'lsa qilishga tegishlik, ya'ni cho'qim degan so'zni pek ko'p ishlatmang. Masalan, men bu asarni ko'rib bo'lgandan keyin menga cho'qim yurak berib eting desam, nemishqa cho'qim sizga yurak beraman deyishingiz mumkin. Bu so'zning o'rniga men sizning bir tal yuragingizga, qo'llashingizga muhtoj desam, balkim o'ylanmasdan yurak berishingiz mumkin. Qilishga tegishlik degan so'z qarshi tarafni majburlash xarakterlik so'z bo'lib qoldi. Uchinchi nuqta bo'lsa, men uqmayman demay, men o'rganalayman deng. Chunki men o'rganalayman degan bu so'z sizning bundan keyin tirishadiganligingizdan darak berdi. Ya'ni sizning yaxshi pozitsiyangizga ifodalab berdi. To'rtinchi nuqta bo'lsa, tushundingizmi deb so'ramang. Men tushundiradimmi deb so'rang. Bu qarshi tarafga qilingan hurmat. Turmushingizda yuqorqi 4 nuqtaga alohida diqqat qilgan asosiy so'z desangiz, balkim bundan keyin kishilar orasidagi hurmatingiz eshishi mumkin.